Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Ro'zalarni charchamay tutyapsizlarmi? Bugun mana 4-mart. Shunda ham hali mana suvlar erimagan. Endi bu suvlarni erishi uchun bahorda tafti kerak bo'ladi, issiqligi kerak bo'ladi. Shunga o'xshab qalbim qotib ketadi. U qalbni ham erishi uchun taft kerak, unga ham issiqlik kerak. Endi u taft, issiqlik ibodatlar bilan, duolar bilan, Xudoga yaqin qiladigan amallar bilan bo'lar ekanda. Kecha imomimiz tarovihda Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmah innaka antal vahhab oyatini o'qidi. Shu o'qish jarayonida shunaqa yig'ladi, hiqillab shunaqa yig'ladi, bir muddat o'ziga kela olmadi. Keyin ancha bir muddatdan keyin o'qib uni mazmuni: ey Xudo, menga hidoyat berganingdan keyin, bizga hidoyat berganingdan keyin yana qalblarimizni toyiltirib qo'ymagin degan ma'noda. Va o'zing tarafingdan bizga rahmat bergin. Albatta sen eng zo'r berguvchisan, shunaqa ato qilguvchi zotsan deb. Uyga kelib İmom Shofiyni bir g'azalini, bir haligi she'rini tarjima qildim. Shu yerda ham shunday bir bayt bor ekan: qotdi qalbim, totdi nafsim ul gunohlar zahrini, afving istab qayta keldim, qaydasan deb qoziqim. Qotdi qalbim, totdi nafsim ul gunohlar zahrini, afving istab qayta keldim, qaydasan deb qoziqim. Shu yerda qoziq so'ziga bir izoh berib qo'yishlikni bir do'stimiz tavsiya qildilar. Inson tabiatan tug'ilganda sof tabiat bilan, islom tabiati bilan dunyoga keladi.